Assalomu alaykum, hurmatli bizning kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Alhamdulillah, zinamizni o'rnab bo'ldik. Ko'p gapirmaymiz, o'zing videoda ko'rib bitta baho berib qo'ysizlar. Xolasa umuman stik degan narsalar yo'q. Inshaalloh ertaga bu obyektimizni o'nda mebellari olganmiz, mebellari keladi hamda ishimizni sifatlarini hamda surugini uy egalaridan o'zini ishtasizlar. Biz ko'p gapirganimiz bilan o'zini ishini maqsadda deyishadi. Shunda o'zimiz mijozimizdan bir oxirida fikrlarni bilib sizlarga ulashamiz. Xolasa juda go'zal chiqdi. Devorlarga yopishni ham qo'shini ham birinchidan polni stiklarni yo'qotib yangi qilganmiz. Bilashayotganimiz ham 380 uzunligi cho'q tushgan bilashayotganimizga, lekin cho'q bilinmaydi. Bu yerda tepadan ko'rinish. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Razo ishlarga aloqa chiqishingiz mumkin. Polni, zinani, eshigini hamda mebelini qilib topshiramiz. Sizga bitta yutug'ingiz bor. Katta ob'yemda katta aksiya bo'ladi. Ancha-muncha narsangizni, masalan, bonus qilib tayyorlab beramiz. Zina, eshik hamda mebelingizni bizga bersangiz, shuning uchun bitta usta bilan gaplashasiz. Mebelchini olib kel, zinachini olib kel, eshikchini olib kel bo'lmaydi. Bitta usta bilan gaplashasiz. Ishingiz hal bo'ladi. Nomer qoldiramiz, inshaalloh telefon qilaverasizlar. Razo ishlar.